Yok, tamam diye bıraksak gidiyor. Bismillah. Assalomu alaykum O'zbek motlari YouTube kanal kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kuni barchalaringizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan viloyati To'raqo'rg'ondan Shahidobod bozoridan bo'ladi. Hafta kuniga seshanba 2025-yil 8-aprel. Barchalaringizga xayrli bo'lsin akalar. Xudo xolasa haftaning har seshanba kunlari Shahidobod bozorida To'raqo'rg'onda ot bozor bor akalarim. Xudo xolasa bu yerda to'ylar ham, otlar ham hammasidan seroq. Qo'ldan kelgancha bugun obzorlarni qilib beramiz. Videoga bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xudo xolasa akalar, videomizda har doim edi. Uka ehtiyot bo'ling. Birinchi boshlanishiga kichkina to'ylardan bo'ladi. Qolgan qismiga katta otlardan bo'ladi akalar. Qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni olib bitta obzorda qilib ketaveramiz akalar. Videoga bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turaveringlar akalar. Shunday bo'lsa har doim edi boshlanishiga kichkina qulun to'ylardan boshlayveramiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lashib, mazashib. Bozorlar bilan qiynalmayapsizmi? Ular yoshi qanday ekan endi? 1 yoshda ekmekida, 1 yoshi borgan, bormagan. Bil 1 yasharda endi bular a? Bo'ldi aka. Narxi necha puldan bo'lyapti endi bular? 16 milliondan berdi. 16 milliondan bo'lyapti. Yo'q, narx aytdi. Ya siz aytyapsiz. Ha. Bularga 16 milliondan necha puldan qilyapsiz bo'lmasa? 13 milliondan qilishdi. 13 milliondan savdo bo'lyapti. Ozgina yursa beramizmi, uncha qo'shish kerakmi aka? Ozgina yursa berasiz. Optimigami yo Optimga. Optimiga bo'lsa arzonroq qilib beraverasiz. Donobayga ham ketaveradi. Ketaveradi. Telefon raqamlarni bitta aytib qo'yaylik aka. 94lik. 94lik kodi bilan 751 751 0200. 0200. Qiziq akalarimiz aloqa chiqinglar. Bo'ylar necha chiqib qoladi bir? Mana 130 bilan chiqdi, 130 dan kam 120. 120 dan qarab ketaveradi shekilli. 30 dan ham tepalari bor shekilli. Hozir orqa tomonlariga o'tib akalar bitta obzor qilamiz. Xudo xolasa qiziqqanlar bo'lsa ushbu raqamlarga aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaveringlar akalar. Qo'ldan kelganicha. Faqat bozorimiz ozgina torligi uchun orqa tomonlariga o'tmayapmiz akalar. Ehtiyot bo'lish kerak bozor hududida. Aka, bozorga baraka, savdoga baraka, charchamanglar. Xo'p akalar, bozor hududida ozgina ehtiyot bo'lish kerak. Tepadigan otlar ham bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, keyin ma'lumotlarni olamiz. Aka, hormang. Salomat bo'ling. Mazangiz yaxshimi? Ha, rahmat, Allohga shukr. Pullar necha oylikdan? Yo, yoshiga to'lganmi? 6 oyligi bor ichida bittasi. Yana bittasi 8 oylik qolgani 1 yoshdan. 1 yoshdan. 1 yashardan desak bo'laveradi. 1 yashar bo'ldi. Narxi necha puldan so'rayapmiz bularda aka endi? Narxini Optimga 15 milliondan kam bor deyapmiz. Optimiga. Ha, tanlab olishga 15,5 dan kam bor. Hammasi kam. 500 mingdan. Bozorga qarab savdo qilaveradi. Aha, bo'ldi aka. Xudo xolasa magazin narx emas. Magazin narx emas. Qayerdan keldi aka bular so'ramasa? Qirg'iziston, Bishkek, Talas. Talasdan, Qirg'izistondan kelgan xudo xolasa akalar. Bizdan kelgan. Savdo bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi aka? Savdo bo'lyapti 13 million, 13,5 million ichidan tanlab olamiz deyishyapti. Tanlab olishlariga ichidan. Ozgina yurgizib nima qilib tanlab olsa bo'laveradimi aka? Bo'laveradi, shef. Bo'ldi. Akalar, xudo xolasa mana tepadan ham syomkalar qilib qo'yamiz. Tanlab skrashot qilib tashlab bersalar ham bo'laveradi. Aka, savdoga baraka. Telefon raqamlar bitta aytib qo'yaylik. 97lik. 97lik kodi bilan. 373 373 95 93. 95 93. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqinglar akalar. Telegram, WhatsApp bor. Bo'ldi aka, savdoga baraka. Charchamaga bozorlaring bersin. Akalar, bizni kuzatishda qo'llab-quvvatlashda davom etaveringlar. Xudo xolasa pulni to'ylar juda ko'p. Aka, siz bilan gaplashdikmi kech qurib? Bir-biridan go'zal yaxshilardan. Qaysi kanal bu? O'zbek motlar aka. Siz bilan aka. Akalar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Bozorlar bilan. Xo'p, xudo xolasa bular necha yoshdan yo qulunlar? 1 yashargacha qulun to'y. 1 yashardan deyaveraylik-a. Xudo xolasa endi bahor keldi. Yilga 1 yashar desak ham bo'laveradi. Kechkisini ham, haligi ertagisini ham. Bo'ldi. 12,5 million, 16 bosh, hammasi erkak. 16 bosh, hammasi erkak. 12 million 500 mingdan deyapsiz. Kami bor. Kami bo'ladi. Optimiga olsachi yo optimiga aytapsizmi hozir?
Optimaga olsa yengil qilib beramiz aka. Optimaga olsa yengil qilib berasiz, xudo xolasa aka. Bular qayerdan keldi? Qirg'iziston Jallobod. Qirg'iziston Jalloboddan keldi akalar, xudo xolasa. Jonivorlar xudo xolasa yaxshi to'ylar ekan. Aka yedi ishtilari yaxshi bo'ladi-da. Shep telefon raqamlarini aytib qo'yaylik-da bularga. 94 lik o'ti bilan 173 173 44 46. 44 46. Aka telefon raqamlarida Telegram, WhatsApp bormi yo'qmi? Bor. 24 soat aloqaga chiqishaveradi. Aha, aloqa chiqib qo'ng'iroq qilishaveradi aka. 40 dona oltin. Endi aka yana bor, tagi seroq. Tagi seroq. Endi aytmoqchimanki, ko'pchilik musofirda akalarimiz kuzatishadi-da. Biz bilan vaqtlari to'g'ri kelmay qoladi aka. Shuning uchun kechki paytlar aloqa ochsa, olib turasizlar-da aka. Bo'ldi, savdoga baraka, charchamanglar, bozorlayversin. Aka bu sotildimi yo? Sotiladi. Ha, sotildi. Bular ichidagi sizlar. Bo'ldi akalar, mana xudo xolasa hammasi shunday to'ylar. Yana yakka chiqqanlari. To'ylari necha chiqib qoladi aka mana shuni, taxminan? 35 aka. 135. Plyusga olishaversa. 130 ga olasizlar akalar. Xudo xolasa, tashda hammasi bir xil ekan. Mana alohida olib chiqib, obzor qilib qo'ydik. Hozir telefon raqamlariga aloqa ochib qo'ng'iroq qilsalaring, xudo xolasa, yana ichlaridan saralab ko'rsatib beraveradi. Aka charchamanglar, bozorlayversin, savdoga baraka. Hech jonivor. Akalar, xudo xolasa, qoida go'zal ekan. 3 qashqasidan ekan, 5 qashqa emas, 3 qashqa. Lekin oldagi qashqa o'ta go'zal kelgan ekan. Mashalloh, ko'z tegmasin. Qanchishini ko'rsatib berasiz aka? Sog'lomni ko'rsatib qo'ying-chi. Qani jonivor, tishlaringni yaxshilab ko'rsat bizga. Endi tashlang. Bo'ldi. 2 yosh. 2 yosh, ha? Yilga 2 yosh akalar, mana qarchig'aylar, hamma yo'q joyda. Talasdan, Bishkek. Narxi necha pul so'rayapmiz? 20 million kami bor. Telefon raqamlarini aytib qo'ying aka. 97 lik 683 10 17 akalar. Qiziqarlar bo'lsa aloqa chiqinglar, bo'ylari ham dadil. Xohlasa 1 yillik atrofida chiqib qolsa kerak. Akam savdo qilyapti, shuning uchun xalaqit bermaylar deb akalar bo'ylarini o'zim taxmin qilib ketyapman. Yana kelasizlar, ko'rib, bemalol savdoni qilib olaverasizlar akalar. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab, videoga bittadan like bosib tursalaring yaxshi bo'ladi. Bizning videolarimiz ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi. Like'larni bosib tursalaring akalar. Bizga foydasi shu. Hech qanday boshqa oshcha nimalar yo'q. Faqat biz videomizda ko'proq odamga kengroq tarqalishligi uchun shu nimalarni aytamiz akalar. Aka ormang. Charchamayapsizmi? Nech pul deyapsiz aka buni? 12 million. Savdo bo'lyaptimi? Nech pul qilyapsiz bo'lmasa aka? Qancha deysiz? 9 million. Bermadingiz. Yurgiz olsa berib yuboramizmi aka? Bo'ldi. Aka telefon raqamlarini qoldirib qo'yaylik bunga. Keling endi mehnat qildik. Ayting. 99 lira. Avvalambor bozoringiz bersin aka. 803 803 21 15. Akalar, qiziqarlar bo'lsa aloqa chiqinglar. 9 million qilishdi bozorda. Ozgina ustiga yurvorsalar bera oladi inshaalloh. Qo'y, yaxshi ishlarsiz ekan. Xo'p, yana kelgan joylarimizdan asta-asta boshlab ketaveramiz akalar. Faqat boricha aytamiz, xudo xolasa. Boricha yoritib beramiz. Aka, hormang. Kimlar aka, sizlardanmi aka? Narxi necha pul so'rayapsiz bularda? 13 million ekan. 13 milliondan? Men 15 million, 16 million ekan. Bu 15 million. 15 million bunisi cheki. 16 million ekan. 16 million kami bor. Savdoni necha puldan qilyapti bularga? Men umr bilan 8 kun. Bunisini, to'g'ri qana. Bunisi necha? 13 million 100. 13 million 100 qilyapti, bermadingiz. 13 million 100 qildi, berilmadi akalar. Bo'ylari ham, hamma yo'g'i ham yaxshi xudo xolasa. Qani? Qani, orqalaridan tafsillar ko'ramiz akalar. Jonlar. Akam, bu yoqqa shunday qo'ying. Yaxshimisiz? Sizimsiz sog'lik yaxshimi? Akam telefon raqamlarini aytib qo'yaylik bularga. 93 lik 052 052 37 73. 37 73. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar akalar, xudo xolasa. Bizni kuzatib, video bittadan like bosib turinglar. Jonivorlar, to'ylarda go'zallari bugun shu yerda akalar. Shahidot bozorida. Hafta kuni seshanba, 8-aprel 2025-yil akalar. Aka ormang, charchamayapsizmi? Nech pul so'rayapsiz aka buni? Savdo bo'lyaptimi? Ha, bular bo'lyapti. Buni savdo qilgani yo'q-a? Narxi nech pul bo'lyapti buni aka? 10,5. Siz 10,5 so'rayapsizmi yo 10,5 ga qilishdim? 10,5 qilyapti, bermadingiz. Yurgizsa beramizmi aka? Ozgina, yo ko'proq yurgizish kerak. Hozir yurgizsa beramiz. Necha oylik yoshiga to'ldi-da endi? Yoshi to'ldi desa ham bo'laradi. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yinglar aka bunga. Telefon raqamlarini. 90likmi? 510 10 77. Telegram, WhatsApp bormi? Telegram. Bo'ldi, akalar. Aloqa chiqinglar, xudo xolasa. Yedi ishtilar yaxshi, shep. Shu yerdan endi o'tib olaman, aka. Rahmat, savdoga baraka, charchamanglar. Akalar, xudo xolasa, biyalar ham yaxshilari bor. Kelamiz biyalarga ham alohida navbat olib. Faqat birinchisiga to'ylardan bo'ladi.
Aka, hormang, charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi? To'ylarimiz necha yoshda endi aka bular? Hozirda 1,5 yoshga 2 yosh. Yil 2 yoshlar bo'ladimi shunda? To'ladi 2 yosh. 2 yoshga to'ladi. Kechkiroqlar ekan, demak, bular. Narxi necha puldan so'rayapsiz bulardan aka? 17 milliondan so'rayapsiz. Necha pul qilishsiz so'ramas aka bular? 32 pulda ekan. Ikkalasini 32 million qilishda bermadingiz. Ozgina ustiga yuraversa beraveramizmi? Bo'ylari necha chiqib qoladi aka bularda? 1.50 chiqsa kerakmi? 155 ga borib qoladi bunisi. Ikkalasi pastki bir xil shekilli-ga. Yo'q, mana bunisi kichikroq, Bunisi kichikroq. 45. Zot qanday aka masini bunisini, qashqani? Aralash bo'ladi. Aralash smeshin deydi, qanday bir ma'noda. Turuvchi mashina. Mashina. Qani bitta tishini ko'rsatsa. 2 yosh. 2 yosh aka. 3 yoshmi? 2 yoshmi, 3 yoshmi aka? Yoshga to'ladi. To'ladi, 3 yoshga o'tadi. Bo'ldi aka. Tushundik endi siz. Sizda bo'ladi ekan. Aka telefon raqamini aytmang, keyin savdoni olasizlar. 50 071 071 274. 74 74. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar akalar, savdoga berasiz xudo xolasa. Har doim endi savdosi xalaqit bermayman akalar, birov savdosiga aralashishni yomon ko'raman. Lekin narx-navolar necha pulga sotilayotganini bilib berishlikka harakat qilib turaman akalar. Aka, hormang. To'y sizdanmi aka? Necha pul so'rayapsiz aka bulardan? 18 million. 18 million. Deyapmiz. Necha pul qilishyapti? 14. Bermadingiz. Ozgina yurgizib olsa beramizmi aka? Ha, beramiz. Yoshlarni qanday dedingiz buni? 2 yoshar. Yil 2 yoshar. Xudo xolasa bir yildan keyin shu paytga 3 yosharga o'tadi. Yil 2 yoshar. Bo'ylari necha chiqib qoladi deng aka buni? 150. 50 qo'yaylik aka. Jonivor. Shep telefon raqamlarini aytib beringlar. 88 kodi buni. 591 591 65 55. 65 55. Savdoga barak aka. Charchamanglar, bozorlaring bersin aka. Akalar xudo xolasa qo'ldan kelganicha to'ylar keyin borib o'tiramiz. Narx qilmadimi? Aka, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Necha yosh aka endi bu? 1 yosh. 1 yoshar. Jonivor. 1 yoshga to'ldi xudo xolasa. Akalar xudo xolasa 1 yoshga to'ldi. Demak aka, xudo xolasa bir yildan keyin shuna paytga 2 yoshga to'ladi. Hozir 1 yoshar. Bo'y-bastilar necha chiqib qoladi deng aka buni? Chiqib qolsa kerak, dadilo. Endi obunachilar ham ko'rsin, qiziqqan odam aka. Bo'laveradi. 7 ish sog'lomlari yaxshi. Hamma yo'q joy-joyda. Qaraxon deganda. Ozgina mehr. Ha, endi ushlandida bu. Ozgina mehrni berib akalar xudo xolasa. Ular ham kelalarni olib qo'ying. Qarchig'aylari ham yaxshi. Hamma yo'q joyida akalar. Quloqlar ham o'ta go'zal kesilgan ekan. Bo'ldi aka. Narxi necha pul dedik buni? 20 million. 20 million. Kami bor xudo xolasa. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Savdo bo'lyapti endi. Sir bo'lmasa aytadigan emasmi? Ketadigan bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamlarini aytib qo'ying aka. 97lik kodi bilan. 217 217 12 14. Qiziqqan akalar bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar aka, savdoga baraka. Telegram, WhatsApp bor a? Bo'ldi aka, charchamanglar. Xo'p akalar, syomkalarimizni yana davom etkazib ketaveramiz. Har doimgidek aytayapmiz akalar, kelgan joylardan, nuqta virgullardan olib ketaveramiz. Videoga bittadan like bosinglar. Faqat egalar ruxsat berganlarini tortib ketaveramiz akalar. Xo'p akalar, xudo xolasa, hozir qo'ldan kelganicha to'ylar syomka qildik. Xudo xolasa biyalarga o'tamiz. Biyalarda ham go'zallari bor bugun xudo xolasa. Yaxshi biyalar chiqqan. Qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni so'rab bilib beraman. Ha, hozir. Jonivor. Jonibek. Kim? Qalay? Ma'lumotni berasizmi? Voy. Xo'p, yoshi qanday ekan buni? Necha ish tug'ishi? Otam ish qilyapti. Narxi necha pul? Narxi. Savdo qilyapti. Bo'ldi, hozir to'xtatib turamiz. Xo'p akalar, hozir qaytamiz bu yerga. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ketib turibmiz. Ot tegalar kelganda kelsa ma'lumotini olib beraman akalar. Xo'p akalar, biyalarga o'tganmiz, xudo xolasa. Shep, biya sizlar ha? Bitta ma'lumot berib qo'yaylik bunga aka endi. Yoshi qanday? 4 yoshar. Uzoqroq qo'y to'laysiz, nima qilyapti? 4 yoshar. Bo'g'oza 10 oyga o'tdi. Xudo xolasa yana oz qoldi-da. Xudo xolasa 2 oy qoldi akalar. Tug'ishiga oz qoldi. Xo'p aka, endi buni yaxshi ayg'irdan qochganmi bu? Bu shoxda qochib kelgan o'zi. Qirg'izistondan kelgan. Rossiyadan. Rossiyadan kelgan bu, siz-ya. 6 oy bo'ldi kelgan.
Kelganiga 7 oy bo'ldi. Shu yerda qochib kelgan, bo'g'oz bo'lgan kelganda. Sheriklar to'g'ri sherdi. Ha, bu yerda hozir akalar xudo xolasa sheriklar ham to'g'ibdi. Narxini necha pul so'rayapmiz buni? 4000 dollar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi aka? O'tdi. Necha pul qilyapti? 37 qo'ydi. So'mda 37 million so'm qilishyapti. Bermadingiz. Ozgina yurgizsa beramizmi yoki qo'shish kerakmi? Kelishamiz. Telefon raqamlarini aytib berlik aka bunga. 97 lik. 97 lik kodi bilan. 050 050 27 28. 27 28. Qiziq akalar bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Telegram, WhatsApp bor aka? Bo'ldi. Savdoga baraka, charchamang aka. Xo'p akalar, kelgan joylarimizdan davom etkizib yana ketaveramiz. Xudo xolasa. Faqat egalaridan ma'lumotlar olib beraman. Xo'p akalar, bu yerlardan tortishib o'tiramiz. Necha yosh aka bu? Gaplashib bag'rimaga. 4 yosh. 4 yosh. Yosh 4 yosh. Birinchisi aka, bolasi, xudo xolasa. Bolasi Urg'ochi. urg'ochi. Bolasi urg'ochi akalar. Narxini necha pul so'rayapmiz buni aka? 30 so'rayapmiz, kam 30 million. Savdo bo'lyaptimi, bo'lmayapti? 17 million. 17 million qilishab bermadingiz. Yo'q. Yurgizsa beramizmi aka? Beramiz. Bo'ldi. Kilo raqamlarni aytib beringlar bunga. 97 lik. 97 lik. 626 626 87 77. 87 77. Bo'ldi. Qiziqqanlar qochib qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bo'ylar necha qoladi aka? 60 ga yetib qolsa kerak a. Xudo xolasa, bo'ylari ham yaxshi ekan. Ya minusi bor, ya plyusi bor. Bo'lsa 1-2 sm farq qiladi-da aka. Bo'ldi. Aka, savdoga baraka, charchamanglar, bozorlarni bersin, ha. Xo'p. Ana bo'lmasa, uzilib ketdi. Uzadigan payt kelib qoladi o'zi buni. Aka, nima bo'ldi? Yurdimi, yurmadimi savdosini? 11 million qilishdi. 11 million qilishdi, bermadingiz a? Necha pul qilsa beraveramiz? Ozgina bitish kerak. Ozmas qilsa beraveradi akalar. 11 million qildi to'g'ri. Bir yashara bu aka. Bunga yoshiga to'lgan yo'q. Yoshiga to'ldi. Tishini ko'rsam ko'rsatib beraman. Qani, bitta tishini ko'rsatib qo'yinglar. Qani. Qani jonlar yuvoshda turibsan. Aka. Tishlari sekin to'xtatib ko'rib oladi. Bo'ldi aka. Ko'rdim. Tushunmaymiz, to'g'ri gap. Bo'laveradi aka. Endi men ham juda zo'r tushunaveravermayman. O'sha muxlislar uchun, obunachilar uchun ko'rsatib qo'yapman. Siz o'zingiz narxini necha pul so'rayapsiz bunga? 13 so'rayapti. 13 so'rayapsiz. Klientlar 11 qildi. 11 hozir bo'lib turgan savdosi. Bo'lib turgan savdosi 11 million. Akalar, xudo xolasa, bo'ylari ham dadil. Bo'ylari necha qoladi aka? Taxminan ko'rishadi. Endi men Taxminan akalar. Ko'raveringlar. Xo'p, keyin akalar, videoda ozgina to ingichka ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Biz chunki sistemani 06 ga, 05 ga qo'yib olganmiz, bozor ozgina torligi uchun, shuning uchun ingichkaroq ko'rsatadi. Lekin oldiga kelib ko'rsalaring dadil. Telefon raqamlarida sotib yuboraman-da, xudo xolasa. Bo'lsa aytaveraman nomerni. aytib ko'ring endi. 95 lik. 95 lik. 140 140 62 61. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar. Xudo xolasa bozorni bersin. Aka, bozoringizni bersin, charchamang. Savdoga baraka. Xo'p akalar, xudo xolasa to'ylarda hamma yo'g'li kelgan joylardan davom etkizib ketaveramiz. Biyalar ham bor ekan. Ukam, yoshini aytishdi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Mazangiz yaxshimi? 4 yashar. Yaxshimisiz? 4 yashar. Bo'g'oz. Qisir. Bo'g'ozda turganiga Qisir, javob qisir. Ha, Javob bo'g'ozda qisir. bo'lib ot yozdirib berdi. bo'ldi. Qisir. Qisir, javob Bo'ldi. qisir. Xudo xolasa qisir akalar. Narxi necha pul buni bo'pti? Yaqin qilaydi-da. Yaqin bo'ladi ekan. 24 million. 24 million. Kami bormi? Savoldanishib olaveradi. Yoshi necha dedik? 4 yashar. 4 yashar dedik. To'g'risi bozorda ozgina miya ham sal aynab qolyapti. Kelar yoshi 4 yashar. Bo'ldi. Obo, ehtiyot bo'linglar, akalar. Xo'p, tuqqana bir marta. Bir marta tuqqan. Bir marta tuqqan. Xudo xolasa akalar bir marta Kechani tuqqan. Qolani yaxshi olib beradi, xudo xolasa. Xudosi. Tana sog'lom, Hamma joy machadorlar sog'lom. yaxshi. Ha. Bo'ldi. Hamma Telefon to'g'ri raqamlarini aytib qo'yilganda bunga. Telefon raqamlari chiroyli. 94 lik. 94 lik kodi bilan 552 552 04 80. 04 80. Qiziq akalar bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Telegram, WhatsApp bormi yo'qmi? Hammasidan bor. 5'li 5'li bir yer turadi aka. Inshaalloh akalar. Biya yaxshi biya ekan. Yana bor biyalar? Bor, seroq. Seroq. Ko'p. Akalar, aloqa chiqinglar hozir telefon raqamlariga. Misol uchun bu biyamiz yoqmagan bo'lsa, uyda biyalari bor ekan. Boshqalar yoqib qolishi mumkin, to'g'rimi aka? Ha. Akalar aloqachisizlarni chiroyli qilib Telegramdan va WhatsAppdan ham tashlab beraveradi. Agar uylaring yaqinroq bo'lsa yo kelishga erinmaslaring, kelib ko'rib savdolashib olaveradi. Ismingiz nima edi uka? Ozodbek. Ozodbek. Ozodbekka aloqa chiqinglar akalar. Bizni kuzatib
Video bittadan like yezib turavering, uka. Bozorga baraka, savdoga baraka. Charchamang, bozorlaring bersin. Xo'p, akalar, xudo xolasa, qo'ldan kelganicha to'ylarning ma'lumotini oldik. Katta otlarga ham o'tiramiz. Katta otlarni egalari ruxsat berganlarni tortamiz. Ko'proq katta otlar egalari ruxsat bera olmaydi akalar. Shuning uchun qo'ldan kelganicha harakat qilib tortib ketaveramiz. Xo'p akalar, katta otga o'tishdan oldin boshlayveramiz. Yoshi necha dedingiz buni? Yoshi 4 akalar. O'zim hozir harakat qilib ma'lumotini beraman. Yoshi 4 akalar. Bo'ylari necha bo'ladi? 170. Bo'ylari 170. Zot qanday buni? Slaska. Yevropa. Ishonchli. Zada bo'lmagan, xudo xolasa. Galaga borishlari ham yaxshi. Qushqo'rg'onlar. Joy-joyda. Kuchlarni hali tashlamagan yo'llarni. Ha. Uloqqa solib ko'rilgan ekanda, demak, bu O'zim sinovdan o'tgan. sinovdan o'tdim. Narxi necha pul qo'yib qo'yamiz buni? Narxi 8000. 8000 dollar kami bor. Kam bu. Qiziq akalarimiz bo'lsa, akalar aloqa chiqinglar. Dokumenti bormi yo'qmi? Bu dokumenti yo'q. Bu, короче, bitta начальник 12,5 ming o'tgan ekan. Aha. Undan menga o'tdi. Undan sizga o'tdi. Tarbiya qilib cho'tga qo'ydim. Xudo xolasa. Hamma ot ezilmagan joyda. Hamma yo'g'i joy-joyida. Bo'ldi. Akalar 8000 dedingiz-a? 8000 dollar kami bor. Hop, ozgina bozorimiz torligi uchun qo'ldan kelganicha syomkalarni qilyapman. Bo'ldi. Bitta yurgizib qo'ying-da yo'g'asa. Juda go'zal narsa. Shunday ekan. Jonivorning formalari hamma yo'q kelgan ekan. Go'shtdor narsa ekan. Sifatli bo'ladi. Xudo xolasa akalar kesalaring, ko'rib bemalol savdolashaverasizlar. Aka yuqayda manzil? Mashina To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'onda o'zida. Manzil To'raqo'rg'onda o'zida akalar. Hop, telefonda ozgina ingichka ya boshqa ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Kelib ko'rsalaring, xudo xolasa, atmosfera bari boshqacha. Telefon raqamlarini aytib qo'yaylik bunga. 97lik ko'di bular. 217 217 12 14. 12 14. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar, xudo xolasa. To'yda go'zal. Aka, savdoga baraka, charchamanglar, bozorlaring bersin. Akalar, xudo xolasa yana boshlab ketaveramiz katta otlarni. Qo'ldan kelganicha. Kerak edi mana bo'lsin. Hejjon vallah. Aka, bular yoshi nechida? 2 yashar. 2 yashardan, ikkalasi ham. Ikkalasi ham 2 yashardan. Bo'yni chiqib qoladi bunisini, birinchisi ham burulida. 160 chiqadi. Bunisi-chi? 170. 170 chiqadi. Jonivorlar formali yaxshi narsa ekan, xudo xolasa akalar. Endi ozgina mehr berilgan, boqilgan, lekin endi qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xo'p, narxi necha pul so'rayapmiz endi bulardan? 60 milliondan kamroq. So'mda 60 million so'mdan kami bor. Ikkalasi ham. Bir xilda. Bu yoqqa o'tib olayda bitta. Qani akalar, xudo xolasa 60 million so'mdan kami bor deyapti. Endi otlarda, to'ylarda, yedi ishchilarni so'ramasam ham bo'laveradi. O'z tanasi aytib turibdi. Ular bitta telefon raqamlarini qoldirib qo'yamizmi? 94lik. 94lik ko'di bular. 919 919 50 05. 50 05. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar, xudo xolasa. Telegram, WhatsApp bormi? Bor. Savdoga baraka, charchamanglar, bozorlaring bersin. Jonivor akalar, katta otlarga o'tiramiz. Aka, ormang, charchamayapsizmi? Yoshi nechida ekan buni? Yoshi 5 ta. Bo'ylari necha qilib qoladi? 165 oshiq. 165 plus akalar, xudo xolasa. 7 ishchi sog'lomlari yaxshimi? 7 ishchilar yaxshimi? Ulog'i qanday endi buni? Uloqchot. Narxini necha pul so'rayapsiz? Narxini necha pul so'rayapsiz? 200 million yani. So'mda 30 million so'm deyilyapti. Savdo bo'lyaptimi bu yerda? Necha pul qilyapsiz Romas aka? 25 million so'm savdo qilishyapti. Berganingiz yo'q. Yurgizsa beramiz. Telefon raqamlarini qoldirib qo'ying aka bunga. 50lik ko'di bular. 051 33 11. Qiziqqan aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaveradi. Aka, savdoga baraka, charchamanglar, bozorlaring bersin. Qaysini? Oqdimi? Bo'ldi. Boraman. Ma'lumotni beraveradi ekanmiz, ha? Bo'ldi. Xo'p, akalar kelgan joyimizdan davom etib ketaveramiz. Bozorda ham ozgina nima desam bo'ladi, pauzalar bo'lib turadi. Ukam, olib keling shuni. Birinchi bu yoqqa. Yoshi nechida? Yosh 6 yosh. Akalar shu yerda shunday syomka qilaman, hamimizda. 6 yosh. Yoshi 6 da. Bo'ylari necha bo'lar ekan ukam buni? Bo'ylari 160. Ulog'i qanday ekan buni uka? Garanti. Uloqlari garantiya akalar, xudo xolasa. Bo'y bastilari yaxshi ekan. Oppoq otni meni maza qilib yuraman degan akalarimiz uchun tavsiya qilaveramiz. Narxini necha pul so'rayapsiz buni uka? 35 million. Savdo qilishyaptimi, qilmayaptimi? 25 ko'y.
25 million so'm qilyapti ekan. Bermadingiz. Buyursa beraveramizmi? Bo'ldi ukam. Telefon raqamlarini aytib qo'yaylikchi bunga. 93lik ko'di buni, ha? 52. Necha? 52. Ha, 052 37 73. 37 73. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar. Uloqlari bormi buni? Ha? Uloqlari bor. Akalar, aloqa chiqinglar. Batafsil ma'lumotlarni ota egalarini o'zlari berib o'tiramiz. Qo'ldan kelganicha boricha ma'lumotlar beramiz akalar. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Ukam, kimdan ekan bu? Egalari yo'q. Bo'ldi. Qani egasi? Bo'ldi, kelib olsa. Yaxshi, sizdanmi? Hop. Necha yosh uka bu? 5dan 6ga o'tyapti. Bo'ylari necha qoladi? Bo'ylari. 162 chiqyapti. 160 plus. Narxi necha pul so'rayapsiz buni? Ukam bu yoqqa yurgizinglar. 30 million so'rayapti. So'mga 30 million so'ralyapti. Savdo bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi bu? Savdo 22,5. Savdo 22,5 qilyapti. Uloq qanday buni aka endi? Aka ulovlarga O'ziga yarasha o'ziga yarasha. ishlaveradi, xudo xolasa. Bo'ldi esa. Kilo raqamlarini qoldiraylik-da bunga. Ya ayting endi ma'lumotni, shuncha ma'lumotni oldim. Berib qo'ying. Balki savdoga bor aka birinchi o'rinda. 94 lik o'di bilan 792 692 ha 692 00 32. Qiziq akalar bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Ukam o'zbekimotlar, qalaysiz? Farzandiz yaxshimi? O'zbekimotlarni Instagramga ham, YouTube'ga ham. YouTube'ga ham, Instagramga ham masalan chiqadi aka. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Endi bunga ham o'tsak bo'laveradi. Aka, hormang. Yoshi necha otamizda aka? Bilmayman baho. Kimdan? Hozir baho. Ya baho bo'lyaptimi? Sir olmasa necha pul olyapti Mashot aka? Siz olganim yo'q. Sir olmasa necha pul olyapti shu? 22 million. 22 million qilishyapti akalar. Aka siz olmayapti, ha? Siz tushganingiz 22 million qilishyapti. Yoshi nechida? Buni olaymi? Bo'ldi. Siz ma'lumotni berasizmi buni? Yoshi nechida buni? 6da. Yoshi 6da. Bo'ylari necha bo'ladi? 170. 170. Bu yoqqa yurgizingchi uka. Endi obunachilar to'g'ri tushunasizlar, otlar ichiga kiraverganim yo'q. Narxini necha pul so'raymiz buni aka? 4500 dollar kami bor. Kilo raqamlarni aytib. 4,5 Men ayting. 90. 90. Ha, bo'ldi. Akalar, savdoga baraka. Charchamanglar. Bozorlaringni bersin. Men bu yoqda o'taman. Xo'p akalar, qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni oldik. Egalar ruxsat bergan otlarni oldik akalar. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Keyingi hafta seshanbada ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar. Xudo xolasa, Yangi Qo'rg'on Bekobod bozoriga ham chiqishlikka harakat qilamiz akalar.